Tarixning savoqlari. Abdori Erkin Sidiq. 2024 yil 31 may. Davami. Tarix biologiyaning bir qismi. Ya'ni inson hayotiy organizmlarning yoki jonliq mavjudotlarning quruqlikda va dengizda o'zgarishining bir qismi. O'rmonliqda mangsaq, sonsizlagan qushlarning o'xshamagan ovozlarini anglaymiz va bizdan urkib taraf-tarafga uchib ketishlarini ko'ramiz. Dengiz ostiga kirsak, o'xshamagan beliq va boshqa suv hayvonlarining bizdan urkib taraf-tarafga qechishlarini ko'ramiz. Shuning bilan biz insonlar yer shari ustidagi jonliq mavjudotlar ichidagi bir osonlikqa tava qavm ekanligini bayqaymiz. İnsan yilnomilari va insonlar yaratgan natijalarning hammasi bosqichli hayotning tarixiga va ko'rinishlariga tava ekanligini bilalaymiz. Biologiya qonuniyatlari tarixning tüp savoqlaridan iborat bo'ladi. Biz tadrijiy taraqqiyot jarayonlari va sinoqlar ichida yashaymiz. Shundaqla mavjudligimizni saqlab qolish uchun ijtimoiy kurash qilamiz. Eng oxirida bizning taqdirimizning qandaq bo'lishini zamon va makonga eng moslashgan jonliq mavjudotlar hayot qiladi degan qonuniyat belgilaydi. Agar ba'zilarimiz hayotliq to'qinishlardan sog'-salomat qechib chiqa olgan bo'lsak, u biz tava bo'lgan odam guruhisining bizni qo'g'diganligidan bo'ladi. Ammo ashu guruhining o'zini saqlab qolish sinoqlaridan o'tishga majbur bo'ladi. Tarixning bir qancha biologiyalik savoqlari bor. Ular tuvandagidek. Birinchi, hayotliq degan raqobat demakdir. Raqobat yolg'iz so'dining hayoti bo'lib qolmasdan, u yana hayotning so'disi. Yemekliklar yetarlik vaqtlarda biz tinchlik ichida yashaymiz. Qo'rsaqning soni yemekliklarning miqdoridan eshib ketganda biz zo'ravonlikqa patimiz. Hayvonlar hech bir andish qilmasdan bir-birini yeydi. Madaniyatlashgan insonlar bo'lsa, mavjud qonunlardan foydalanib bir-birini iste'mol qiladi. Hamkorlik haqiqatan mavjud bo'lib, u ijtimoiy taraqqiyotga ergishib eshib mangdi. Sababi hamkorlikmi raqobatning bir xil quroli va shakli. Biz o'z guruhimiz ichida hamkorlashimiz, ya'ni oilamizda, jamoat ichida, tashkilotlar ichida, masjidda, siyosiy partiya ichida va millat ichida hamkorlashimiz. Maqsad o'z guruhimizning boshqa guruhlar bilan raqobatlashish iqtidorini oshirish. O'zaro raqobatlashadigan guruhlar o'zaro raqobatlashadigan odamlarga o'xshaydi. Ya'ni ulardami oshko'zlik, urushqoqlik, bo'linish va iftixorlik bor bo'ladi. Bizning vatanimiz bizning kim ekanligimizning namoyandasi bo'lib, u bizning kimlik namoyandimizga vakillik qilib, biz qilmoqchi bo'lgan yaxshi va yomon amallarni cho'ng doira ichida qiladi. Bizning ajdodlarimiz necha ming yillab hayot qilish yo'lida o'zaro qo'g'lishish, so'qishish va o'ldirish ishlari bilan shug'ullangan bo'lib, u ishlar bizning qinimizda saqlanib qolgan. Shunga biz so'qishqoq kelimiz, pixsiq kelimiz va to'ymas kelimiz. Urush bir millatning yana bir millatni yeyish shakli. Urush raqobatning eng yuqori cheki bo'lganligi uchun u hamkorlikni ilgari surdi. Biz o'zimizni unumli holda qo'g'day oladigan bir cho'ng guruhpa yoki qavmni vujudga keltirmagicha biz yanala o'lab hayotlikni saqlaydigan ayrim kishilar va oilalarga o'xshash yashaymiz. Ikkinchi, hayotlik degan tanlanish demakdir. Tabiatdagi jonivorlar yemaklik uchun, jo'ri uchun va ustunlik huquq uchun o'zaro raqobatlashadi. Ashundaq raqobat jarayonida ba'zi jonivorlar muvaffaqiyat qozonadi, ba'zilar bo'lsa mag'lub bo'ladi. Mavjudlikni saqlab qolish ko'rishida bir qism kishilar boshqalarga qaraganda o'zini saqlab qolish siniqidan o'tishning shartlarini yaxshiroq hozirlagan bo'ladi. Tabiat Amerika mustaqillik xitobnomasiga o'xshash insonlar yezib chiqqan hujjatlar bo'yicha ish ko'rmaydi. Shunlashqa biz hammamiz erkin emas va barobar emas yaratilgan bo'lamiz. Biz tug'ilgandan keyin qandaqroq bir holatga kirib qolganligimizni ma'lum darajada ajdodlarimizdan qolgan jismoniy va psixologiyalik xarakterimiz, bizning qavmimizning urf-odatlari va an'analari, sog'lomligimiz va jismoniy qudratimiz, ruhiy qobiliyatlarimiz
və xarakterimizning sifatlari qatorliqlar belgilaydi. Tabiat insonlar o'rtasidagi farqlarni to'liq yoqlaydi. Sababi, ashundaq farqlar hayotliqlarni tanlash va shanlashning hamda tadrijiy taraqqiyotning zarur materiallaridan iborat. O'xshash nasllik narsadagi o'zaro farqlar bir umumiy hodisa. Masalan, bir jup qo'shkezak balimi bir-biridan 100dan ortiq taraflarda farqli keladi. Tengsizlik bir xil tabiiy ahvol bo'lib, u madaniyatlashishning murakkablashishiga ergishib ig'irlab mangdi. Ajdodlardan qolgan tengsizlik ijtimoiy va sun'iy tengsizliklarni keltirib chiqardi. Har bir kashfiyot odatdan tashqari kishilar vujudga keltirgan narsa bo'lib, u burunqi qaraganda kuchliklarni texmi kuchli qilib, ojizlarni texmi ojizlashtirdi. Iqtisodiy taraqqiyot har xil funksiyalarni texmi kuchlik o'ringa ega qiladi. Qobiliyatlarni texmi inchik ayirdi va kishilarni o'z qavmi uchun barobar bo'lmagan darajada e'tiborli qiladi. Agar biz o'z qavmimizga tava odamlarimizni to'liq tushunsak, ularning ichidan qobiliyatliklarini to'plaganda butun qavmning qobiliyatliklariga teng keladigan 30% sarxillarni tanlab chiqa olamiz. Hayot va tarix dal shunday qiladi. Tabiat bizning xiyoliy dunyoyimizdagi erkinlik bilan barobarlikning birikmasini zanglik qiladi. Sababi, erkinlik bilan barobarlik o'zaro qat'iy chiqish olmaydigan dushmanlardan bo'lib, agar biri hukm suradigan, yana biri cho'qim g'oyib bo'ladi. Agar insonlar erkin qo'yib etiladigan, ulardagi tengsizlik shiddat bilan kuchaydi. Tengsizlikning yamrab ketishini cheklash uchun erkinlikni qurbon qilish kerak. 1917-yildan keyin ruslar dal shunday qildi. İzilish davrlaridami tengsizlik kuchayib mangdi. İqtisodiy qobiliyatning o'tir hol sizqidan tövan turadigan kishilar barobarlikni istaydi. U siziqning ustida turadigan kishilar bo'lsa, erkinlikni istaydi. Eng oxirida qobiliyati ustun turadigan kishilar yengidi. Biologiya nuqtasidan elib aytganda, barobarlik put terab turolmaydi. Şunlaşqa kuyimcan paylasoplar qo'lga keltirishni istaydigan narsa qonuniy adolat sistemasidagi taxmin barobarlik va hamma uchun o'xshash bo'lgan o'qish fursatlari. Yoshurun qobiliyatlarning hammasining taraqqiy qilishi va o'z rollarini joriy qildirishiga yo'l qo'yilgan qavmning boshqa qavmlar bilan bo'lgan raqobatda o'zini saqlab qolish ehtimolligimi yuqori bo'ladi. 3. Canlıqlar çoxum bala tug'ib ko'payishi kerak. Bala tug'ib ko'paymaydigan canlıqlar uchun tabiatning hech bir keragi yo'q. Tabiatning sifatliklarini tanlash uchun canlıqlar sonining ko'p bo'lishi shart. Tabiatning tanlashi ayrim canlıqlar ustida emas, balki canlıqlar turi ustida bo'ladi. Tabiiy tanlanish jarayoni madaniyatlashgan insonlar bilan yovvoyi insonlarning farqiga parvo qilmaydi. Yani faqat zaman va makonga eng moslashgan insonlarla hayot qiladi. Qolganlari halok bo'ladi. Madaniyat jihatdan bakrak taraqqiy qilgan insonlarning tug'ish nisbati to'varak bo'ladi. Odamlarning ko'payishi yemakliklarning ko'payishidan tez bo'lib ketganda mundaq 3 narsa tangpungliqni saqlashga ilib bordi. Ocharchilikdan o'lish, yuqumliq kasal bilan o'lish va urush sababidan o'lish. İşlar tarixda ana shundoq bo'lib kelgan. Hozir uning ba'zi taraflari bir oz o'zgardi. Masalan, agar yeziglik bilimlari to'liq ishga silindigan, hozir dunyoda ishlab chiqariladigan yemakliklar hozirgi dunyo nufusidan bir hassa ko'p insonlarni beqishga yetadi. Tug'utni kontrol qilish vositalari tug'ilgan bolalarning aqlliq darajasini tuvallatadi. Sun'iy usulda homildorlikni kontrol qilish vositasini oddiy insonlarga qaraganda aqlliq insonlar bakrak ishlatishi mumkin. Ya'ni kishilarning qarashicha homildorlikni kontrol qilish vositalari bolalarning aqlliq darajasini tuvallatib etmaydi. Bolalarning aqlliq darajasini o'stiradigan narsa o'qish, fursat va erishgan tajriba saboqlardan iborat bo'lib, hozirgacha aqliy kuchning odam geni orqali bir avloddan yana bir avlodga o'tadiganligiga oid hech qanday fakt yo'q.
Doktorluq unvani бар адамның балалармы faqat o'qish va boshqa har xil zarur jarayonlarni besib o'tish orqaliqla o'zining aqlliq darajasini o'stira oladi. Biologiya nuqtasidan elib aytganda, balalarning jismoniy jihatdan kuchlik bola bo'lib tug'ilishi, ularning kimning balasi bo'lib tug'ilganligiga yoki ajdodining aqlli kishilardan bo'lganiga qaraganda texmi muhimroq o'rinda turishi mumkin. Ba'zilarning qarashicha, dehqonlarning qini eng yaxshi bo'lib, faylasuflardan tug'ilgan balalar dehqonlarning balasiga yetmaydi. Tarixda jamiyatning yuqori qatlamidagilar yoki boylar tug'utni kontrol qilib oz tug'ib, jamiyatning tuvan qatlamidagilar yoki kambag'allar ko'p tug'ib, ko'payib, oxirida kambag'allar hukmdor o'ringa chiqib olgan ahvollar ko'p. Davomi bor.